To'xta nafsim, to'xta. Bir kishi tuyasini sotmoqchi bo'lib bozorga bordi. Lekin juda katta narx so'ragani bois xaridorlar "Voy, bu qimmat-ku" deya qaytib keta boshlashdi. Shunda sotuvchi "Bu oddiy tuya emas. Desangiz yuradi. Desangiz chopadi. Omin desangiz to'xtaydi" dedi. Bir zumda tuyaning atrofini qiziquvchilar o'rab oldi. Ulardan biri "Avval sinab ko'raylik. Aytganingiz rost bo'lsa, men sotib olaman" deya tuyaga mindi va deyishi bilan tuya yurib ketdi. Deganida chopib boshladi. Odamlarning hayrat bilan kuzatayotganlarini ko'rib, hayajonda qolgan odam tuyani to'xtatadigan so'zni unutib qo'ydi. Tuya esa bu vaqtda chopa-chopa jarlik yoqasiga kelib qolgandi. Bir qadam tashlasa bas, jarlikka uchib tushishlari muqarrar bo'lib turgan paytda odamning esiga tushib "Omin" deb baqirib yubordi. Tuya to'xtadi. Shu asnoda halokatdan omon qolgani sevinchi bilan yana deb yubordi. Tuya harakatga tushdi-yu, ikkovi ham jarlikka quladi. Hikoyadagi tuya singari nafs ham qancha insonlarga degizib o'z yo'lida davom etaveradi. Bandaning nihoyat nafsimning tug'yonlaridan qutuldim deyishi esa o'zini ma'naviy jarlik tomon otish bilan barobardir.